Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Bugun biz Farg'ona shahriga kelganmiz. Tashrifimizning sababi bu yerda katta loyiha biznes markaz qurilishi bo'lyapti va Bertus Group kompaniyasi bu qurilishga o'z mahsulotlarini yetkazib bergan. Hozir ushbu binolarni qisqacha obzorini ko'rib chiqamiz. Do'stlar, biz binoni ichki tarafidamiz. Ushbu loyihada bunaqangi binodan jami bo'lib 4 ta ekan. Aynan mana shunisi bu loyihaning ichida eng kattasi va bu yerga bu loyihaga jami umumiy qiymati biz 25 ming kvadrat sendvich panellar ishlab chiqarib berganmiz. Sendvich panellarimizni parametrlariga keladigan bo'lsak, bazalt mahsulotidan tayyorlangan 10 sm qalinlikdagi sendvich panellar ishlab chiqarib berganmiz. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, bazalt mahsulotidan tayyorlangan sendvich panellar yong'inga 100% chidamliligi bilan ajralib turadi. Ko'rishimiz mumkin, mana sendvich panellarimizni ochiq holatdagisi 10 sm qalinlikdagi sendvich panel, utepleniya qismi 100 plotnosli bazaltdan tayyorlangan bo'ladi. Ma'lumot o'rnida aytib o'taman, biz kompaniya tomonidan ishlatiladigan bazalt mahsulotining plotnosi 100 dan past bo'lmaydi. Buni o'ziga yarasha sabablari bor. Biz bilsalaring sifatga juda ham katta e'tibor beramiz. 100 plotnosdan past bo'lgan bazalt ishlatiladigan bo'lsa, tayyor bo'ladigan sendvich panelni sifatiga juda ham katta ta'sir qiladi. Shuning uchun biz GOS standartga javob beradigan 100 plotnosli bazaltlardan sendvich panellarni ishlab chiqarib beramiz. Ushbu binomiz to'liq bitgandan keyin sizlarga yana to'liq obzor qilib beramiz. Kimga sifatli sendvich panellar kerak bo'lsa, bizga murojaat qilasizlar, pastda raqamlar qoldiramiz.